Kel, kel, kel. Sap havalık turpanğı kel. Turpanğa keldi, verip mana turpanğıma keldim. Yaxşımsizlar? Bugün sizlarga Turpandagi 2 kunlik sayohatim to'g'riliq ozroq so'zlab beray. 3-chi oyning oxiri Chechak bayramidan boshlab Turpanning sayohat ishlari boshlanib ketgili turgandi. Endi toki davlat bayramigacha shu qizg'in paytida davomlashishi aniq. Menga o'xshash yilda necha qatim bordiganlarmi bor, janub tarafdagilar bo'lsa, oraliqni yiroq ko'rib, ham xizmat munosabati bilan necha yilda bir bordiganlarmi bor. Turpanning sayohat o'rinlari beklijiq. Bir kunda aylanib tugitib bo'lg'il bo'lmaydi. Shunga sayohatchilarning beshini qotirdigan masala dal yotoq tomoq masalasi. Men bugun sizlarga oldingi kuni kechda biz tushgan puhraviy qo'nalg'uni tavsiya qilmoqchiman. Bu puhraviy qo'nalg'u dal donliq sayohat o'rni Tuyuqda. Ko'rganinglardek, bu dal Tuyuqning sayohatchilarni kutilish o'rni. Mashina kirish eshigining yiniga, ya'ni bilet ilish o'rnining keyiniga joylashgan dehqonlar aramgoyi. Bu yerda yotoq, tomoq, hamma ehtiyojinglar to'liq qondirildi. Turpanға tushdan burun kelsanglar, Karizni, Yorg'ulni, Iminvon munorini, Buyliqni, muzeylarni ko'rib bo'lib, kechda Tuyuqqa kelib mush yerda qo'nsanglar, atdeganda chiqib havo toza payzi vaqtda Tuyuqni sayohat qilib, u yerdan chiqib Yolqindog', Qumtog'larni aylanib ketsanglarmi bo'ldi ekan. Tuyuqqa kelsanglar cho'qim kirib rasmga tushib, filmlarga tatib olmasanglar armonni qo'ydigan bir qo'roba. U bo'lsa-mu Mehmetning ho'ylisi. Bu o'ylini men oldin qayda do'yinda ko'ribla ichimga bir o't tushgandi. Atayin mushin deb Turpanға keldim desammi bo'ldi-jimu? Birdam opamga ko'zdima, birdam qarindoshlarimga, birdam do'stimga. Mushu o'yliga bir borayli-ya deb ketdim. Mana oxiri bu yerga keldim. Mushu o'yilda film tatish uchun maxsus atlas ko'ynaklarimni olib keldim taxi. Qo'rg'uga kirsaklar, bu mo'minlarimizning zamonasiga qaytib qolgandek tuyg'uga keldik-miz. Men ish qilib mushundaq asorat yiqlarga, klassik narsalarga amroq bo'lg'achqimi, har bir bulung pushqoqlarga qadar to'ymay qarab ketdim. Avu dingo aramgoyidagi yotoq amroq bo'lib qoldim deb qaytashimda oshqushni so'mkamga ching silib xo'shlashib ketib qoptiman. Toza cho'ng yo'lda tavuzliqqa kelib to'xtaganda aramgoh xo'jayini Bekri akash telefon qildi. "Ukam, yotoqning kilitini naq qo'ygantingizlar" deb. "Apla, debla do'stim ikkimiz kaynimizga yondiq. Apalarimiz tavuzliqda bizni saqlab qoldi." Hay, shunda qilib Tuyuqning bizdan ayrilg'usi yo'q o'xshaydi deb o'zimni o'zim xo'sh qilib hayajonda oshqushni opirib berdik. Oqshom Tuyuqqa kechida kirgachga kunduzdagi manzarasini yana bir qatim ko'rib olganimga xo'sh mana. Biz apalarimiz og'il kelganda yo'lning qarshisidagi qo'g'illiqda bir muncha odam ishlab etibdi. Shalanglatib uzib o'tgan so'ymalardan bizga beribdi. Biz shuningga xo'sh bo'lib toshqandek sakrab taqlab ketdik. Shunday qilib Turpan sayohatimiz to'limi ko'ngilli ham ahamiyatli o'tdi. Juzam yedik, o'rik yedik, tavus qo'g'illarga eg'iz tegdik. Bağımız kelgan joyga bordik, ko'ygimiz kelganni ko'rib oldik. Turpanning tapdagi o'xshash mehri illiq xalqidan yana bir qatim suyundik. Oxirida sizlarga mo samimiy tavsiyarim, bayram deb hammadan berib olganda qistilib yurmay, amal bor vaqtinglar bo'lsa, mushundaq sayohatning bo'sh vaqtlarida sayohatga chiqsanglar yaxshi ekan. Bundaq chaqda tanlashinglar ko'p bo'ladi, e'tiboringlar bo'ldi ekan. Bo'lmasa oshqan tashqan barat tazning deb yotoqnimi, tomoqnimi topolig'inglarga qanoat qilmoqdan boshqa amal yo'q qoldi ekan. Xayr xo'sh, Tuyuq sizlarni qizg'in qarshi oladi.